Splitter kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz Python bo'yicha kurslarimizning 34-darsini olib o'tamiz. 34-darsimizning mavzusi bizda 33-darsda o'tilgan, ya'ni standart argumentlar, ya'ni argumentlar mavzusi orqali bugun biz sekund nomer yasashni o'rganamiz va bugungi darsimizda biz standart va moslashuvchan argumentlarni o'rganamiz va ularni qo'llagan holda, ya'ni sekund nomerni yasashni o'rganamiz. Xo'p, birinchi bo'lib biz oldingi darslarimizda biz argumentlar bilan emas, balki boshqa komandalar, while, if komandalari bilan biz sekund nomer yasagan edik, ya'ni timer yasagan edik va bugun esa biz argumentlar orqali biz sekund nomer yasaymiz va oldingi darslarda aytganimdek, biz har doim vaqtlar bilan ishlayotganimizda biz vaqtni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni matematika bilan ishlasak matematika, random bilan ishlasak random va vaqt bilan ishlatsak vaqt, ya'ni time'ni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va keyingi qiladigan ishimiz esa bizni def, ya'ni default narsa berishimiz kerak bo'ladi, ya'ni standart o'zgaruvchan linkini berishimiz kerak bo'ladi va buni biz oldingi darslarimizda ham o'rganganmiz. Ya'ni 33-darsimizda aynan bu narsalar haqida o'rganganmiz va biz ya'ni sekund nomer yasash uchun uning ya'ni unga boshlanish nuqtasiga mos tushadigan nom berishimiz kerak bo'ladi va bu nom aynan o'shanga emas, unga xohlagan nom berishingiz mumkin yoki bitta harf ham berib qo'yishingiz mumkin. Va bugun biz endi bizning holatda biz masalan start deb beramiz, boshlashuv, ya'ni o'zgaruvchan linkini, default o'zgaruvchan linkini va bunga esa biz startni ichiga yana bir marta start deb yozamiz, ya'ni bizning vaqtimizni boshlashuvi, ya'ni sekund nomerimizning boshlanish nuqtasi. Ya'ni sekund nomer ba'zi 0 dan boshlanmasligi mumkin. O'zi to'g'ri barcha joyda 0 dan, balki ba'zilar 0 dan boshlattirmasligi mumkin va biz buni yozishimiz shart, chunki bizda boshlanish nuqta bo'lmasa xatolik chiqib ketib qoladi. Va start va uni tugashiga end degan o'zgaruvchan linkini beramiz va end degani bizda tugash degani. Va biz buni keling mana bunday qilib o'zbekchada bosh va tugash deb yozamiz. Ya'ni bizni boshlanish nuqta va tugash nuqtamizni belgilab oldik va bunga ikkita nuqta qo'yamiz va pastga tushamiz. Va keyin qiladigan ishimiz esa bizda for komandasidan foydalanamiz. Yana biz unga yana bir qo'shimcha o'zgaruvchan linkini kiritishimiz kerak bo'ladi. Bunda o'sha oldingi darslarimizda aytganimizdek, bunda x, y farqi yo'q, xohlagan bir harf qo'yish kerak bo'ladi va x ko'pincha qo'llanadigan hisoblanadi. Va if x in range, ya'ni range oralig'ida, biz bu haqida juda ko'p o'tganmiz. In range start, ya'ni o'sha bizni x'imiz in range, in qolib ketmadi. In range qavs ochamiz va aynan mana bu bosh va tugash ma'lumotlarini belgilaymiz. Ya'ni bizning x'imiz mana shu bosh va tugash orqasida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tugash bizga x'ni, ya'ni tugash boshga teng bo'la olmaydi va shuning uchun ham biz bunga 1 qo'shishimiz kerak bo'ladi va pastdan biz print qilishimiz kerak bo'ladi x'ni. Va yana bir qiladigan ishimiz biz time.sleep degan komandadan foydalanamiz va bu yerga 1 qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda har bir yurish davomida bizda sekundlarimiz orasida, ya'ni 1 sekunddan o'chirib tashlanadi. Ya'ni bizda masalan sekund nomer 0 dan boshlansa 2, 4, 6 bo'lib ketmaydi. Ya'ni 0, 1, 2, 3, 4 bo'lib davom etadi. Shuning uchun ham biz bu yerga 1 sonini qoldirdik. Va ularning oxirida esa biz yana bir marta print qilamiz. Mana bu yerdan print qilishimiz kerak bo'ladi, aynan o'sha qatordan emas. Va biz print qilishimiz kerak bo'ladi, ya'ni unga tugadi yoki masalan bizga sekund nomer nechigacha bo'lganini bildirish uchun unga tugadi degan ma'lumot berish kerak va bu yerga stop yoki tugadi deb yozishimiz mumkin bo'ladi. Keling, mana buni katta qilib tugadi deb yozamiz va ana shunday bizga mavjud bo'ladi. Va endi biz barchasini oxiridan count degan funksiyadan foydalanamiz. Ya'ni count degani bizda sanash degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bizni nechidan nechigacha sanash kerak degan ma'noni anglatadi. Va biz bunda countda, ya'ni bizning boshlang'ich nuqta, ya'ni 0 dan nechigacha, ya'ni tugash nuqta masalan 10 gacha qiladigan bo'lsak va buni ishlattirsak, bizda xatolik chiqib keldi. Ya'ni biz 11-qatorda xatolik qoldirganmiz.
count 0 10 va ya'ni count emas, bizda count degan funksiya bu yerda emas, balki bu yerda biz aynan mana bu yerdagi bizni sekund nomerimizni nomini kiritishimiz kerak bo'ladi va keling mana bunga sanash degan o'zgaruvchan linkini beramiz va bu yerga ham sanash deb yozamiz. Ya'ni biz nechagacha sanashimiz kerak, ya'ni nechidan nechigacha va ko'rib turganingizdek bosh tugash chiqib keldi. Va endi biz buni ko'rsatadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek 0 1 ketdi bizda 3 4 5 6 7 8 9 10 va undan keyin tugadi degan yozuv chiqib keladi va biz boshlanishini 5 qilib tugashni 10 qilsak ham bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek bu xuddi o'shanday o'tgan safargidek 10 ga davom etadi va oxirida tugadi degan javob chiqib keladi. Va tugashni biz xohlagancha masalan 110 minggacha qilishimiz mumkin. Va endi yana bir narsa, ya'ni bizda mavzuni boshlayotganimizdek hozirgi ya'ni biz bu yerga kiritadigan ma'lumotlarimiz, ya'ni argumentlarimiz bizda moslashuvchan argument hisoblanadi. Ya'ni biz aynan mana bularga mos keluvchilarni pastga xohlagan sonlarni qo'yishimiz kerak mumkin bo'ladi. Ya'ni bularga mos kelsa bo'ldi. Ya'ni ularning ketma-ketligi. Ammo bizda barcha sekund nomerlarda sanash 0 dan boshlanganligi sababli biz mana bu yerda ya'ni boshlanish nuqtasini standart argumentga aylantirishimiz mumkin va buni biz o'tgan dars qilganimizdek bunga teng va 0 ni qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi va bu har doim ya'ni boshlanish nuqta bizga 0 ga teng bo'ladi. Va endi biz buni print qilib ko'rsak, ya'ni bizda o'zi o'ylashimiz bo'yicha 0 dan boshlanadi va 10 tugashga tegishli va bizda 10 da tugaydi deb o'ylashimiz mumkin. Ammo bizda hozir bunday holda xatolik chiqib keladi va buning sababi esa biz hozir bizda boshlanish nuqta default ya'ni standart bo'lib turibdi va bizda mana bu 10 ham boshga tegishli turibdi. Ya'ni bizda tugash nuqtasiga umuman ham ma'lumot yo'q va shuning uchun ham biz o'tgan darsda aytganimizdek bularning ketma-ketligiga katta e'tibor qaratish kerak bo'ladi va biz buni tugashdan keyin qo'yishimiz kerak bo'ladi va shunda bizni aynan mana bu yerdagi 10 tugashga teng bo'ladi va bizning boshlanish nuqta esa default ya'ni standart argumentga aylanadi va tugash esa moslashuvchan ya'ni 10 da turibdi. Va keling mana buni masalan 5 qilamiz yoki 3 qilamiz va ko'rib turganingizdek bizda 0 1 2 3 va tugadi degan javob chiqib keldi. Ya'ni bizda aynan o'sha standart va moslashuvchan funksiyalar shunday ishlaydi va bugun biz aynan o'shalar orqali mana shunday kichkina kod orqali sekund nomeri yaratdik. Xo'p, o'ylaymanki bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi. Agar siz bu videolarni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta Speedtech kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr!